Salom azizlar. Bugungi raskladimiz mavzusi. Sizni qanday yangilik kutmoqda? Sizda qanday hozir holat kechyapti? Agar bu video sizga to'g'ri kelsa, qabul qiling. Kartalarni ochishdan oldin o'zingizga kerakli energiyani oling va ichki hislaringizga quloq soling. Birinchi variantda ikkita variant olaman. Birinchi variant mavzulari ichki kechinmalaringiz va yaqin kunlardagi o'zgarishlar haqida ko'rib chiqamiz. Ikkinchi variantda esa siz kutmagan xabarlar, yangi imkoniyatlar va hayotingizdagi harakatlar haqida gaplashamiz. Uchtadan karta olaman. Obunachilarim like bosgan, qarshisidan chiqqan barchalarni energiyalarni sizni qanday yangilik kutmoqda? Sizda holat qanaqa? Sizni qanday yangilik kutmoqda? Bitta xulosa. Ikkinchi variantga xabarlar. Sizga kutmagan xabarlar, yangi imkoniyatlar va hayotingizdagi harakatlar haqida. Uchta karta. Uchinchisi xulosa. Demak, boshladik. Birinchi variantni olib qo'yamiz. Ikkinchi variantdan boshlaymiz. Birinchi variantni boshlaymiz, ikkinchisini olib qo'yamiz. Hozir sizda qanday holat? Mana shu kartalar chiqdi. Sizda hozir qanday holat? Ko'rinibdi. Hozir bu kartalarda aytibdi. Hozirgi holatingiz 4 kubok. Mana bu karta. Bunda hozirgi paytda hayotingizda qoniqmaslik, zerikish yoki kimningdir taklifiga ishonchsizlik bo'lishi mumkin deyapti. Ikkinchi karta. Pentakli. Bunda aytadi. Siz bir vaqtning o'zida ikki masala o'rtasida muvozanat saqlashga harakat qilyapsiz. Ish va shaxsiy hayot, pul yoki muhim qarorlar orasida tanlov qilishga to'g'ri kelmoqda. Uchinchi mechey siniq qalb, siniq yurak. Nima uchun yuragi siniq? Qalbni og'ritgan holat bo'lgan sizda. Xafagarchilik, ajralish yoki kuchli ruhiy og'riq izlari hali ham saqlanib turishi mumkin. Ammo bu karta og'riqni tan olib, undan chiqish jarayonini ham boshlaganini ko'rsatyapti. Mana bu ikkala karta bilan birga kelgani uchun bu holatdan chiqish jarayoni kelyapti sizga, boshlanyapti. Demak, bu kartalar shuni aytadiki, ichingizda xafalik, ikkilanish bo'lishi mumkin, lekin bu davr abadiy emas. To'g'ri qarorlar qabul qilib, o'tmish og'rig'ini qo'yib yuborsangiz, asta-sekin hayotingizda yangilik va barqarorlik paydo bo'lish ehtimoli juda yuqori. Bu holatdan chiqinglar azizlarim. Har safar shunaqa chiqasizlar. Mana bu ikkinchi mavzuyimiz sizni qanday yangilik kutmoqda? Mana kartalar ko'rinibdi.
kartalarda aytibdi. Yangilik yoki muhim xabar. Ko'rinyaptimi? Yangilik yoki muhim xabar. Bo'ladi sizda. Sabr qilish va ichki ovozingizga quloq solish kerakligini anglatyapti bu karta. Qarang, quyosh porlayapti. Qo'lin osmonda yorishib turgan nurga qarang, yetib boryapsiz. Shunchalik Xudoga yaqin bo'lyapsiz. Shu uchun deyapti, sizga yaqinlashmoqda уже. Allohning nazari ham, omad ham yaqinlashmoqda. Sabr qilish va ichki ovozingizga quloq solish kerakligini anglatadi. Ikkinchi kartamiz juda chiroyli karta. Hamma kartalar yaxshi chiqdi. Shu uchun yangilik deb mavzu tanladim. Mana bu kartada aytibdi, yangi imkoniyat, ilhom yoki vaziyatning harakatga kelishi. Bu ijobiy o'zgarishlarning boshlanishi bo'lishi mumkin, deyapti. Uchinchi kartada aytibdi, yangiliklar mavzusida natija asta-sekin shakllanadi. Oldin qilingan mehnat yoki kutilgan ishning samarasi kelishi ehtimoli juda yuqori. Sizlarga yangiliklar. Xulosa kartamiz. Yangiligingiz asta-sekin hayotingizga kirib kelmoqda. Bu yangilik muhim suhbat, xabar yoki yangi imkoniyat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eng muhimi ichki xotirjamlikni saqlang. Xotirjam bo'ling va voqealarni shoshirmang. Har bir narsa o'z vaqtida ochiladi. Yaqin kunlarda vaziyat ancha ravshanlanishi ehtimoldan xoli emas. Demak, birinchi variantni savollarga javob qilib bo'ldik. Ikkinchi variantda xulosa kartamiz. Uchta mana shu kartalar chiqdi mana. Bu kartalarda aytibdi. Sizda nima xabar bilmay turibsiz. Birdan to'satdan xabar keladi. Siz kutmagan xabar bo'ladi. Bunda sizga aytibdi, mana birinchi kartamiz. Hozir kutgan yangilik darhol kelmasligi mumkin, deyapti. Lekin sizda shunaqa variantlar, yangi xabar, harakat yoki deydik, qanday holatingizga qarab, misol uchun sizda kutmayapsiz, umid yo'q yoki o'shana yangilik bo'lishini hech ham xayolingizga keltirmayapsiz. Bunda shunaqa aytibdi-da. Sizda qanday holat bo'lyapti? Hayotingizda ichki yoki tashqi kurash kechayotgan bo'lishi mumkin. Atrofingizda tushunmovchiliklar yoki raqobat hissi bor. Mana bu kartada sizda kuchli raqobat bo'lyapti. Mana atrofdagilaringizni holati yoqmayapti sizga. Tushunmovchiliklar bo'lyapti, raqobat bo'lyapti, hamma men haqman deyapti. Shuni ichki yoki tashqi kurash kechayotgan bo'lishi mumkin, deyapti. Mana bu kartamiz mana orqasini qilib ketyapti. Siz biroz o'zingizni chetga olgansiz yoki javoblarni o'z ichingizdan izlayapsiz. Ko'p o'ylash va tahlil qilish davri bo'lyapti sizga hozir bo'lyapti. To'rtmecha aytibdi. Tanangiz va ruhingizga dam olishni so'rayapti. Dam bering. Hozir shoshilib qaror qabul qilishdan ko'ra vaziyatni xotirjam kuzatish foydali. Endi sizga qanday yangiliklar? Qanday yangiliklar?
baribir ko'tarib ko'rsatishimga to'g'ri keladi. Mana shu kartalar chiqdi mana. Bunda aytibdi. Qanday yangiliklar kuzatilyapti siz uchun? Yangi xabar, kutilmagan o'zgarish belgisi mumkin bo'ladi. Biror narsa siljishni boshlaydi. Mana shu karta. Tajriba, sabr. Tajribalaringiz oshadi. O'sha olibsiz hozirgi vaziyatingizdan. Siz sabr va oldingi qilgan harakatlaringiz natijasini ko'rish davri. Bir masala asta-sekin ochilishi mumkin. Mana eshik ochilibdi. Mana bu kartada esa bu kartada oldinga qadam, g'alaba, yo'l ochilishi va o'zingizga ishonch bilan bog'liq ramz bu karta. Sizni yaqin vaqtda yangi xabar yoki o'zgarish kutishi mumkin. Oldin to'xtab turgan ishlar harakatga kelishi ehtimoli bor. Sabr va ishonch bilan harakat qilsangiz, oldingizda yangi imkoniyatlar ochilishi mumkin deyapti. 3-xulosa kartasini oldim. Mana bu karta chiqdi. Bu xulosa kartasida aytibdi. Yangi boshlanishlar, yangi yo'l, kutilmagan imkoniyatlar ramzi bo'lishi mumkin. Bu kartalar bilan birga oxirida xulosa tortganimda shu chiqdi. Siz oldingi holatdan chiqib yangi qaror, yangi bosqichga qadam qo'yishingiz ehtimoli juda yuqori. Bu karta erkinlik, o'zgarish va o'zingizga ishonib harakat qilishni anglatadi. Umumiy qilib aytganda, ikkala variantni, ikkala mavzularini, kartalarni olib, umumiy maslahat, yangi eshik ochilishi, yangi fikr, yangi imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Sizga omad tilayman. Juda yaxshi kartalar chiqdi. Lekin holatingiz ham sal qiyinroq turibdi. Sizda shunaqa yangiliklar kutmoqda endi. Azizlar, bugungi raskladimiz shu yerda yakunlanadi. Agar kartalardan chiqqan ma'nolar sizga yaqin bo'lsa, to'g'ri kelsa, qabul qiling va yaxshi niyatlar bilan harakat qiling. Bu общий rasklad, alohida rasklad qilib, yanada ochiqroq bilishingiz mumkin. Umid qilaman, ishonaman, ko'pchilikka to'g'ri keladi. Hayotingizga yaxshi yangiliklar, baraka va xotirjamlik kirib kelsin. Kanalga obuna bo'lishni, layk bosishni va fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Shaxsiy rasklad kerak bo'lsa, video oxirida nomerim qo'yilgan, bemalol Telegram nomerda chiqishingiz mumkin. Keyingi raskladlarda yana uchrashguncha o'zingizni asrang.